Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Kiring. Bu sekretar, bayatim Wang Mudurning jasadini tekshirganda, uning chapinining yanchug'idan bu narsani bayqadik. Bu nima ekan? Menmi bilmadim. Xuddi qo'ng'iroqqa o'xshaydi ekan. Xo'shallik bilan muvaffaqiyat qozondi. Endi fursatni qo'ldan bermaslik uchun men qora bo'rini avatdim. Vazifaning asosiy Xuangshanda. Yan Shuangyang bilan Wu Yushaning butun qo'shinini yo'qotish. Shuning uchun odamlarimni ularning siyoqida yasab avatdim. Xo'jayin, Ha, rostilla shu ekan. bu o'lmakning ustiga tepmak-ku. Men oxir tushunib yetdim. Tianfeng nomerlik paraxod hujumi uchirgandan keyin bu zaharlik plan boshlanibdi. Ular taqdirga o'xshab qolgan birsidan foydalanib, Yan Shuangyangning simasida paraxodga hujum qilgan. Ular odam o'ldirib, iz yo'qitib, qasdan meni ko'rsin deb, meni tirik qo'ygan. Mana shunday qilib, men Yan Shuangyangni bo'ron chapqin guruhidagi xoin deb qarab keldim. Demakchi bo'g'iningiz kemitga qotil Yan Shuangyang bo'lmasdan, balki boshqa birisi shundaqmi? Nayt to'g'ri. Paraxod qaytib kelgandan keyin Wang Mudurning yordam ostida qotil harbiy idora qilish komitetiga bosib kirib, 2-nomerlik viruslarni yo'tkab ib chiqib ketgan. Yan Shuangyang bag'in vaqtda Wang Mudur yo'chirin o'q chiqarib, ish qo'g'dug'ichisini o'ldirgan. Shuning bilan Yan Shuangyangni balog'i tiqib qo'ygan. Boshliq, ishni och. Hop! Nima odam? Ha, siz To'xta! To'xta! Yana qasa o'q chiqirma. Qo'limni tashla. Mana shunday qilib, Yan Shuangyangning ichimizdagi xoin degan o'rni muqimlashib qoldi. Men demisimi izchil o'ylab kelgan edim. Uning bu qobiliyatiga nisbatan u qanday qilib ojiz, odatdagi jangchilarimizning qo'liga tushib qoladi. Shu sababdan bu gumonim mening ichimni siqib turadi. Wang Mudurning inchkilik bilan qilgan plani bo'yicha men yana uningga ergishmayapman. Butun diqqatimni Yan Shuangyangga markazlashtiribman. Shu kuni tushdan burun Yan Shuangyang ko'p uvalchilikni tatqanligi uchun o'zini aqlayolmaydiganligiga ko'z yetib, amalsizlikdan harbiy idora qilish komitetidan qochib ketgan. Shali bilan tasodifiy uchrashib qilib, uning mashinasini bulab qochib ketgan. Aslida bu bir tasodifiylik edi. Biroq Wang Mudur Shalining salohiyatini bilgandan keyin uning ko'ngliga bir zaharli plan paydo bo'ldi.
Ma'qul, shundoq bo'lsin. Ahvol bo'lsa menga xabar qilinglar. Xotirjam bo'ling, bu sekretar. Sizga eskartib qo'yaylar va ish qilganda egri besiq bo'ling. Xatarga tavakkul qilishga bo'lmaydi. Xo'p. Cho'qim diqqat qilaman. Ay. Sen nima deb kelding? Yani şu an kaçıp gitti. Bugün düştüğü ki ben onun kolunda ölümünü tas kaldım. Yani şu an seni gördüm ha? Yani şu an yanına çişe tekmek asan emez. Hocayın her katem onun aldığı özünlerini açıkarlamalar dep teklep geldi. Yani şu an yanına bana tapşır. O işe hazır onu boş koyu etmeydi. Hazır. Bizge şundaki yaxşı bir fırsat var. Qandaq fırsat? Berip ketdim. Şali, maşinaga chiqing. Ular 6 nomerli qasrga tuyuqsiz hujum qilib, Shalini o'ltirib, ishlarni texim murakkablashtirmoqchi bo'lgan. Ular Fangzikunni o'ltirmay, yolg'on Yanshanyangni uning ko'rsatgan. Mundaq qilganda Shalini o'ltirgan jinoyat yanada Yanshanyangning ustiga ortildi. Shalining salohiyati alaydi. Uning o'limi boshqalarning diqqatini bekrak tatqanligi uchun biz Yanshanyangni tutish uchun butun diqqatimizni shu tarafga buraymiz. Biroq o'ylamagan yerdan u kuni kecha Yanshanyangmo qasrga borgan. U Shalini qutqizib Huangshanga qarab qochgan. Shu vaqtda Wang Moder yana bu xabarni xo'jayinga yetkazgan. Shu sababdan yangi plan o'rnatilgan. Bandit boshlig'i qora bo'riga buyruq tushirib, Huangshandagi koni uyga berishni aytgan. Wang Moder ishki jihatdan moslashib, u yerda yoshirinib yotgan zarbadorlar atridagi jangchilarimizni o'ltirgan. Qora bo'ri bo'lsa, qo'l ostidagi qotillarni boshlab, kemini portlatmoqchi bo'lgan. Shundala Yanshanyang hech narga qochanmaydi. Ular kemini portlatib bo'lgandan keyin koni uyga yoshirinib olib, Yanshanyang bilan Shalining kelishini kutib, ular kelgandan keyin u ikkisini o'ltirib, oxirida to'zoqni bizga qurmoqchi bo'lgan. Biz shundaqla borsak, Wang Moder boshlamchilik qilib, bizni biroqla to'rg'a tushirib, Yanshanyangning yolg'on salohiyatini yana davomlashtirmoqchi bo'lgan. Mushundaq qilganda u bir planni bildigan barliq odamlar qirilib tugaydi. Ular bo'lsa xotirjam planni amalga oshirdi. Bu nima degan zaharli plan? Biroq ishlarda o'zgarish bo'lib qolgan. 4-shaxs kuchi ularning ishlarini murakkablashtirib etgan. Siz deyotgan 4-shaxs kuchi portlatqich asbobining egisini ko'rsatamdi. To'g'ri. Hozircha u shaxsning salohiyatini to'g'ri bekitolmasakmi? Biroq mening ko'nglimga shundoq ayon turibdi. Ularning Huangshandagi koni uyga berishdagi maqsadi Yanshanyangga yordam berish. Ha? Ular Yanshanyangning Huangshandagi koni uyga boradiganligini qanday bilgandi? Hozircha bu bir sir. Biroq meningcha biz tez javobga erisha olamiz. Bo'ldi. Oxir chiqadik. Uni uylab turg'izayli. Kiring.
Başliq, meni chaqirtqanmidingiz? Javbanjang, sizga topshirgan vazifani tugatdingizmi? Doklad başliq, men bugun bendiki jangchilarni elib, Yibing Pristanda yo'lovchilarni tekshirdim. Biroq men Zhao Yachin, Lin Yushan va Johnson Yilanning izdirikini qilamadim. Undaqda mening hukmimda xatolik bor ekanda. Ular Pristanga bormabdi-da. Shundaq. Buning nimaligini bilamsan? Bilmaydi ekanman. Bu bir tal portlatqich asbob. Maxsus bombalarni portlatish uchun yasalgan. Men Huangshandagi Pristanda uni bayqab qoldim. Javbanjang, balkim siz ancha bilib ketmaydigansiz. Zhao Yachin bo'lsa, bir portlatqich mutaxassisi. Bundaq portlatqich asbobni faqat uningdek mutaxassislarla yasab chiqalaydi. Biroq u qandaqsiga Huangshanda paydo bo'ladi? Buni nima bilmaydi ekanman. Siz qasddan ularni qo'yib berdingiz. Men unda qilmadim. Bo'la emas. Siz o'xshashli yana Yan Shuangyingning Huangshanga qarab qochgan xabarni Zhao Yachin va Lin Yushanlarga aytib berdingiz. Men Nima? 6-nomerli qasrdan yo'lga chiqish oldida bu ishni men sizga aytib bergan. Sizdan boshqa hech kim bu xabarni bilmaydi. Yana o'zingizni qochirmoqchimi? Shundaq. Men ularni qasddan qo'yib berdim. O sekretar, o'ylaganlaringizning xatosi yo'q. Bugun tushdan burun ular rostla Yibingning Pristanda paydo bo'ldi. Men Yan Shuangyingning izdirigini qog'ozga yozib, Lin Yushanning qo'liga berdim. Nimishqa bunday qilasiz? Yo'ldosh Yan Shuangying odam o'ldirmagan, uningga uhal qildik. U menga va'da bergan, u haqiqiy qotilni tepib chiqib, o'lib ketgan Li Xiaohu bilan Zhang Shunbiao uchun qisos berdigan bo'lgan. Uningga uhal qilinganligini qanday bildingiz? Yig'in zalda u mening quralimni tatib oldi. U chaqda u bizni o'ldirib etib, komitet zalidan qochib chiqib ketishga qurbi yetdi. Biroq u yana quralni menga qaytarib berdi. O sekretar, yaxshi odamga uhal qildinglar. Siz partiya a'zosimi? Shundaq. Siz yuqorining buyrug'iga qarshi turdingiz. Tutqun qilingan odamni qo'yib berib, yana texnik guruhining prinsipiga qarshilik ko'rsatdingiz. Maxfiyatini oshkorlab qo'ydingiz. Prinsip bo'yicha siz o'limga loyiq. Men bu sekretar. Biroq demasam bo'lmaydi. Siz to'g'ri qaror chiqardingiz. Siz qoida nizomga xiloflik qilganligingiz uchun jazoga tortilishingiz kerak. Biroq sizning qilganlaringiz jangchilarimizning hayotini saqlab qoldi. Bu tarafini aytganda sizni mukofotlasam bo'ladi. Ayting, sizni qanday bir talab qilsam bo'la? Jazolamayman, mukofotlamayman. Fikringiz bormi? Yo'q. Yan Shuangying umidingizni hargiz yerda qo'ymadi. U bizning ishimizda yoshirinib yotgan xoinni tepib chiqdi. Li Xiaohu bilan Zhang Shunbiaoni o'ldirgan qotilni o'ldirdi. Boshliq. Xoin kimkan? Yibing harbiy idora qilish komitetidagi muavin mudir boshlig'i Wang Yanshun. Ha? Uma? To'g'ri deysiz. Yo'ldosh Yan Shuangyingga uval qilindi. Chang apandim. Rostilla qaltisgansiz. Men 10 necha yil doktor bo'lib, sizdek odamni uchirtib boqmabdi ekanman. Rahmat. Sun doktor. Bu mening qilishga tegishli ishim. Sizga yordam qilgan fursat kim qiladi deb o'ylab boqmabdi ekanman. Esingizda bormi ekan? Doktorxonamizga hadiya qilgan oltin. Doktorxonamiz undan foydalanib, ko'p turkumlab pensilin kirgizdi. Bakmo faxrlandim.
Bugun men narkoz doğrusini ilib olmagan bo'lsam-mu, biroq bu pensiyadan ip ketdim. Men qo'shal bo'lgan ish, uni sizga ishlatdim. Bu balkim ta'rini o'rlashtirish bo'lishi mumkin. Shali, davlat sandığı bu yerda qolsin. Yar yig'izdagi dokini 3 kundan keyin almashtirsanglar bo'ladi. Har kuni bir tanni ukol qilib qo'ysiz. Biroq men o'qil olishni bilmayman. Men bilaman. Chang apandim, aslida sizni doktorxonaga olib berib davolasam bo'ladi. Biroq bilaman, siz berish qo'ymaysiz. Mening qalbimda siz mangu bir sirli odam. Yaxshi odam. Rahmat. Biroq mening familiyam Chang emas. Mening haqiqiy ismim Yan Shuangyang. Ma'qul, Chang apandim. Sizning ig'zingizdan nima deb olsam-mu, hayronlik his qilmayman. Yan Shuangyang. Men bu ismni esimda ching tutaman. Hay, yomg'ir yog'adigan bo'ldi. Men qaytay. Bo'ldi, qo'zg'alma. Uni yaxshi kuting. Siz cho'qim yaxshi bo'lib ketasiz. Sizga omad tilayman. Sizga bu shu. Biz cho'qim yana ko'rishalaymiz. Buning ishiniman. Qaniydi. Astag'fir. Yaxshi qolganda qilamsiz. Boyiman deyə sizni öldürməkən deb qapdımən. Bək qo'rqitibdingiz. Siz mening o'lib ketishimni tilaydingiz. Men hozir qarashimni o'zgartdim. Amaliyotda siz undaqmi odamni bezor qilmaydi ekansiz. Biroq siz qari bo'riga sizning hayotingizning men bilan hech qanday aloqasi yo'q deb aytdingiz. Bu so'zingiz rostmi? Javob bering. Sizda hayot qo. Mana bu eng yaxshi javob. Bu gapingiz bo'ladi. Hey, men sizni qutqizib qoldim. Menga rahmat aytishingiz kerak-ku deyman. Men bu sizni qutqizib olgan. Endi biz tanlashdik. Bir-birimizga qarzdor emas. Rastlabek eski ekansiz. Boldiroq bilgan bo'lsam, sizni o'lgil qo'yatdim. Menga yaxshiroq muomala qilsangiz bo'lmamda. Rahmat sizga. Yana gap qo'yingiz bormi? Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Bo'ldilar. Sizga gap qilganning foydasi yo'q ekan. Chiqinglar bu yoqqa kelinglar. Ha, Uni ko'tarib kemiga olib chiqinglar. ha, ma'qul. Hozir hamma ishlar oydin bo'ldi. Huangshanda paydo bo'lgan 4-shaxs kuchi Joyachang. Meningcha ularning maqsadi Pristonga berib, kemini ep qochib, Yanshangyang kelgandan keyin uning Chongjiang qaytishiga yordam berish. Biroq Wang Yanshunning qarniyati oshkorlanib qilib, ular qari bo'ri bilan qattiq ilishgan. Mushu vaqtda Yanshangyang bilan Shalima yetib kelgan. Men uning shu vaqtdagi kayfiyatini obdan tushunaman. U koni uyda yo'ldoshlarining jestini ko'rib, endi qochmaslikni qaror qilgan. Bo'lmasa nurg'un birodarlar uning uchun bu zaharlik plan ichida qurbon bo'lganligini tushunib yetgan. Shu sababdan u Pristonga hujum qilib, dushmanlarni koni uyga boshlab berib, urush qilgan. Nima degan yaxshi yo'ldosh. O'zini o'ylamasdan hayotining xavf ichida qolganligiga parvo qilmay, boshqa birodarlarni qo'g'dab kelgan. O'ylab ko'ringlar. Agar u bo'lmagan bo'lsa, biz balkim allaburun dushmanning qiltig'iga dasab bo'lgan bo'lardik. Buningga o'xshash yaxshi yo'ldoshga burun yaxshi muomala qilmadik. Men ichinyaptim. O'zimdan ichinyaptim. Boshliq. Yo'ldosh Yan Shuangyang hozir yaxshi turayotgandi. Shaliga rahmat aytaman. Biz eng oxirgi bosqichga kelganda to'g'ri bo'lgan qarorni chiqardik. U eg'ir yaralangan bo'lsa-mu, yana kemaga o'ltirib, Yibingdan ayrildi. Joyachin qatorliq 3 odamning izlarikin qilolmadik. Boshliq, biz endi qana qilamiz.
Atrat başlığı. Bak. Siz hazırla harbiy idora qilish komitetidagi mudir Liuinshvek uqtirish qiling. Yarim soatdan keyin yig'in zalida ko'rishaylik. Hop. Haqiqatan o'ylamabman. Wang Lianshun inqilobi qo'shin ishchiga yo'shirib olgan xoinkan emasmi? Bu sekretar mening jasus shpionlardan saqlanish ingimning ojizligidan aksiyatchilarga zarba berish harakatiga zo'r ziyonlarni olib keldi. Olio. Bu ish bizga eng chong saboq bo'ldi. Dushman hiylagar, urush rayimsiz, vaziyat keskin, o'z-o'zidan ma'lum bo'lib kelyotdi. Buningdan keyin biz ehtiyot qilsaqli bo'ladi. Men cho'qim yaxshi tekshirman. Guruh menga jazo bersin. Xizmatga xatolikdan saqlanqili bo'lmaydi. Bu ishda hammamizning mas'uliyati bor. Yaxshi bo'lg'ini, yo'ldosh Yan Shangyangning yordam ostida biz xoinni tepib chiqdik. Ishlar undaq yomonlashib ketmadi. Laudio, meningcha jazoni bo'ldi qilaylik. Qo'tanni qo'y yutgandan keyin mustahkamimiz kechikkan bo'lamiz. Hozircha biz o'zimizni ruslab xatoligimizni o'zgartib to'g'ri yo'lga qarab mengishimiz kerak. Xo'p. O sekretar, qani yo'l yo'riq ko'rsatdim. Yo'ldosh Yan Shangyang begunoh turib, uvol qilingan bo'lsa-mu, qilchi ishkilanmay turib, hayot mamatiga qaramay, keskin kurash qilib, xatarga tavakkul qilib, qiyinchilikdan bosh tortmay olg'a ilgirladi. Mana mushundaq sadoqat bilan yaxshi yo'ldosh qochqin jinoyatchi bo'lib qochib yurdi. Biz haqiqatan yiqilmas qahramonga qarab turib uvol qilib qo'ydik. Laudio, birinchi bo'lib hozirla Yan Shangyangning tutish buyrug'ini bekor qilib aytdim. Xo'p, men hozirlik bejiray. Yana bir ish. Guruh tashkillab, harbiy idora qilish komitetidagi muavin mudir Wang Lianshunni atrofli tekshirib, hatto oil tavobatlari va jamiyatdagi munosabatini ola qo'ymay tekshirib chiqishinglar kerak. Xotirjam bo'ling. Men o'zim guruh tashkillab darhol tekshiraman. 3. Bu qatimqi harakatda qurbon bo'lgan jangchilarning oil tavobatlariga inqilobiy qurbonlik kinishkisi va nafiqa pul tarqatilib berilsin. 4. Asldagi muhofizatchi Liandagi 2 banning banjangi Jotigan qahramonlik bilan adolatni yo'qlab, aql parastini ishiltib, eng halqiliq paytda uvol qilingan Yan Shangyang yo'ldoshni qo'g'dab, g'alaba qilishga turtkilik rol o'ynagan. U adolatni yo'qlab, inqilobiy rahbarga ishonib, bizga bir yaxshi dars berdi. Uning butkul harakatdagi favqulodda to'pisini ko'z tutib, guruhimiz uning vaqtincha bo'ron chapqin guruhida ishlashini to'g'ri ko'rdi. Darhol muhofizatlarni uqtirish qilay. Düşmanning harakati bizga qadamma-qadam yaqinlab kelmoqda. Bizning vaqtimiz qolmadi. Men hozirla Chongchangga boraman. İkinci, üçüncü, dördüncü adret işxana rayoniga bosin. Tez. Tez bulunlar, tez. Tez bulunlar. Tez. Tezrek, ishxonaga kiringlar. Tez, bu yoqqa. Tez bulunlar. Xo'jayin. Ha? Xo'ngayam qandaqroq? Hammani o'rlashtirib oldinglarmi? Ko'p qism odamlar guruhga bo'linib, o'nkirik kirib, turmush rayoniga o'rlashib bo'ldi. Navbatda telegraf apparati va yana bir qism ishxonaga shiltirgan hisoblardan boshqa hammasi o'z joyiga o'rlashtirildi. Qora bo'rdan xabar bormi? Texi yo'q. Men Shanxay choyxonasining xo'jayini va aloqalish o'rinlariga xabar qilib qo'ydim. Agar qora bo'ri Chongchongga kelsa, uni bu yerga boshlab keladigan bo'ldi. Tajribaxonning ahvoli qandaqroq bo'ldi? Bir necha kun oldin zotinglar xizmatni boshlab etdi. Xo'jayin, bumuzni tajribaxonaga berib ko'rib boqamsiz. Bo'ladi. To'xta! Men. Ishni och. Hop! Mayli.
Növbətdə ilgirləş nəhayət oңuşluq ketib bardı. Zotung və onun qol astidagilar 2 numaralı virus bakteriya suyuqligini yangi başdan pishig'lab ishlab, 2 xil yangi tipdagi tarqalishdan dorini yasab chiqdi. Bir xili bo'lsa, aslidagi bakteriya suyuqligi, yana bir xili bo'lsa, quruq talqon shaklidagisi. Bu 2 xil tarqalishdan dorining aslidagi 2 numaralı viruslar bilan eng cho'ng farqlanadigan tarafi, aslidagi virus faqat tirikdan orqali tarqaladi. Biroq hozirgi 2 xil virus bo'lsa, bevosita havo orqali tarqaladi. Onun qirg'inchi kuchi nihoyat zo'r. Tarqalish doirasi intayin keng bo'lgan alayligiga. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Hozircha tarqalish yo'li asosiy jihatdan muqimlashdi. Bakteriya suyuqlik tipidagi virus bo'lsa, cho'qim vositachi orqali tarqalishib bordi. Masalan, Yapon qarshi urush mezgilida Yaponiya armiyasi yoqimli virusni cho'sa, paxta, kiyim-kechak va yemak-ichmaklarni havodan foydalanib sirtqa tashlab, Sharqiy Jongo jang maydonida nurg'un qirg'inchilikni keltirib chiqargan. Biroq quruq talqon shaklidagisi bo'lsa, portlash yoki aeroplandan chechish usuli orqali havo bo'shlig'iga tarqalgan. Bundaq tarqitish usulining mashg'uloti garchi qiyin bo'lsa-mu, biroq unumi nihoyat yaxshi. Bu tarafini men o'ylab bo'lgan. Hozircha aeroplan bilan havo bo'shlig'iga chiqish usulini qo'llanish mumkin emas. Shunga faqat portlashga tayinibla tarqitish kerak. Mana bu mening dastlabda nima uchun Chingtangga bir portlash mutaxassisini Chungchungga billab kelishni topalaganligimning sababi. Sizning deganingiz ilqicha o'yachimmi? To'g'ri. Bu qatam Yibingdagi harakatni boshlashdan burun qora bo'riga qattiq ta'kidlab, Jaoyachinni qandoqli bo'lsin bexatar Chungchungga kelishni buyruq qilgan. Bilmadim, ahvol qandoq bo'lib ketdi. Xo'jayin, qora bo'ri qaytib keldi. Ha? Hozir qayerda? Ishxonada. Mayli. Xo'jayin. Men qaytib keldim. Ahvoling bakil nacharg'u. Ahvol qanaqroq? Shuang bilan Wuyushani bir taraf qilib atgansan. Aslida hamma ishlar shundoq o'ngishli ketib qolgan edi. Men bilan Wang mudir ikkimiz Huangshandagi koni uyga yoshirinib, Shuang bilan Wuyushani saqlab birlik to'g'ri tushirmoqchi bo'lgan edik. O'ylamagan yerdan Jaoyachin, Lin Yushan va Johnson Yilang tuyuqsiz paydo bo'lib, hamma planni ust-usti qilib. Hikoyani anglag'im yo'q. Natijasini degan. Billa ip bo'lgan birodarlarning hammasi qazo qildi. Men Huangshandagi koni uydan qochib chiqqanda, Wuyushan tax yetib kelmagan. Shuangni Wang mudir etib yorlandi. Sen Wang mudirni Huangshandagi koni uyga tashlab qo'yib qochib ketdingmi? O vaqtda men qattiq yaralangan. Uni qutqizish qurbitim yetmaydi. Agar men qochmasam, hargizmi bu yerga yetib kelmagan bo'lardim. Bu Huangshandagi harakat mag'lub bo'ldi. Wang Lianshin oshkorlanib qoldi. Shuang bilan Wuyusha bexatar bo'ldi deganlik qo'bo. Men ayrilganda Shuangning o'ng ko'ksiga o'q tegan. Balkim u po'chaqchi o'lib bo'lgandi. Balkim peshqadam jasos bo'lib qolganing, mushi gapni xijil bo'lmay qilyapsan. Agar Shuang o'lgan bo'lsa, men uning jasadini ko'rishim kerak. Sening balkim degan so'zlaringni anglag'im yo'q. Meni bak umidsizlantirding. Haqiqatan umidsizlantirding. Mening Yibingdagi planni o'rindashdan maqsadim uzun mazgil yoshirincha zaharlik planni amalga oshirib kelgan dushmanning 5-numurli xabar yetkazuvchisini qizib chiqish uchun edi. Men buning uchun oz badal to'lamadim. Buning sababidan Yibingdagi aloqa qilish o'rnimiz oshkorlanib qoldi. Xabar berish xizmatimizdan chatoq chiqdi. U bir kuta planni o'rindashga ishlatadigan 2-numurli viruslar qarshi tarafning qo'liga tushib qoldi. Men bu xatarga tavakkul qilib, haqiqiy holda kompartiyaning qo'liga tushib qolgandek holatga kirib oldim. Lerushan oshkorlanib qolganlik uchun Chongqing shahar ichidagi barliq aloqa qilish o'rnini amal yo'q to'xtatishga majbur bo'ldik. Biz bo'lsa xuddi chashqonga o'xshash qora o'nkirga tiqilib yotdik. Albatta, bu planning bir qismi, ya'ni tayyorlik bosqichi. Bizning bularni qabul qilmay amalimiz yo'q. Biroq biz uchun eng qo'rqinchli, eng xatarlik bo'lgan ish u bir kuta planning mazmunini Shuang biladi. U cho'qim yuqoriga dokulat qiladi.
Biz uning uchun tugumas bala qazoni yog'dirib, yan shuangni qo'panmas qilib qo'yishimizdagi maqsad u Yushaning diqqatini burash. Biz bo'lsak aramuxida o'ltirib, beliq tutish edi. Moshunda qisaqla hammani birla vaqtda to'rg'i tushirib, ko'zdan yo'qotgan bo'lardik. Biz xotirjam o'ltirib, o birikti planni o'rindigan bo'lardik. Oxiri fursat pishib yetildi. Yan shuangning Qo'ngshanga qarab yo'lga chiqdi. U Yusha qo'l ostidagilarni ilib, uni qo'g'lab chiqdi. Qo'ngshan shahardan jiroq. Mana bu bir chalmida ikki paxtakni so'qadigan yaxshi o'rin edi. Mana bu bir qadam o birikti planni o'rindashning oldidagi dastlabki muqaddim edi. Ya'ni shunday deyishga bo'ladiki, butun planning muvaffaqiyat qozonishining asosi edi. Ya'ni Shuangyingni va Wu Yushani o'ldirsak, planning oshkorlanib qilishidan qo'rqmagan bo'lardik. Biroq hozircha sen bu ikki dushmanni ko'zdan yo'qotish u yoqda tursin. Gomindan armiyasining ko'zga ko'ringan xodimlarini bekordan-bekor qurbon qilding. Isit, sening peshqadam jasus, qobiliyatli ishpiyon bo'lib qolganing. Texalqiliq paytda yan Shuangyingdan qattiq advangni yeb, qarshilik qilishga amalsiz qilib, xijil bo'lmay qochib kelsan, qilgan ishlaringdan xijil bo'lmamsan. Xo'jayin, menga yana bir qitim fursat bering. Bu ya shaxsiy o'sh adovat elishdigan yer emas. Biz bu yerda eng muhim bo'lgan ishlarni qilamiz. Yan Shuangying cho'qim o'lish kerak. Bo'lmasa, o birikti planni amalga oshirish mumkin emas. Men bu ishni boshqa bir odamga qilsam bo'g'idek. Demakchi bo'g'inim, sana endi fursat yo'q. Biroq Bayatdan Zhao Yaqin, Lin Yushan va Zhongsun Yilangni tilga olding. Acaba ularning masalasini Huangshanga bormasdan bir taraf qilinib bo'lgan edi-ku. Esingdimi? Men Tianfeng nomli paraxotdan ayrilgan chaqda sana Zhongsun Yilangni o'ldirib, Lin Yushan bilan Zhao Yaqinni Chongqingga yondirib kel degandim-ku. Shuna qo'yman. men bu ishlarni Wang Mundirga topshirgan edim. U birinchi atratni kompartiya janchilari siyoqiga yasandirib, harbiy komitetiga bostirib kirib hal qilganligini aytgan. Biroq nima shiqkin, Joyachi uchun Huangshandagi konoyda tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Sen menga Zhao Yaqin, Lin Yushan va Zhongsun Yilanglarni izdiraksiz yo'qolib ketdi demaydigansan. Albatta unday emas. Ularni men bu yerga yolab keldim. Bugundan boshlab har qanday odam bu yerdan bir qadam ayrilmasin. Sen shundaq. Xo'p, men darhol buyruq tushiray. Yan Shuangying bilan Wu Yushaning tek hayot bo'lishi biz uchun nihoyat foydasiz. Shu sababdan u ikkisini bir taraf qilishdan burun biz jim bo'lib olishimiz kerak. Biz harakat qilmasaqla, ular fursat topolmaydi. Ha. Undaqda sirtdan ahvolni qanday bilamiz? Xotirjam bo'l, mening o'rinlashtirishim bor. Hozircha bizning Chongqingda faqat birla xabarchimiz bor. U shaxsni hech qanday odam o'ylab topolmaydi. Yan Shuangying bilan Wu Yushani izlab topaman desimi, dengizdan yengni izlagandekli bir ish. Bo'ldi, sen qaytib aramal. Xo'p. To'xta. Qora bo'rini turmush rayoniga o'rinlashtir. Ondan doktor uning yarısını davolasin. Xo'p. Yaxshiroq davolangan. Ha? Xotirjam bo'l. Seni ishiltadigan obdan o'rin bor. Rahmat xo'jayin. Ha, ras. Zhao Yaqin bilan Lin Yushanni birisi bu yerga boshlab kirsin. Xo'p. Tezman. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Yushan, biz yana ko'rishdik. Esingdimi, Taiping mehmonsarayda
qilgan ishingga pushaymon qilasan deb sana aytgan edim. Qandaq? O'ylab baxmagan bo'g'itding. Ya'ni mening qo'limga tushib qolding. O'zim qaror qilgan ishqa azaldan pushaymon qilmayman. Shundaqmi? Javxenim, siz degan amerikalik mutaxassis bizning ching tang taklif qilgan. Acaba siz buningga o'xshash kompartiyaga yordam qilmoqchimi? Bundaq o'yinlarni yig'ishtir. Nima ekan o taklif qilgan degan, uni tutqun qilish deymiz. Rost gapni qilay. Mening ota-onam bilan o'g'lim sizlarning qo'lingizda o'lgan. Men o'zimga qasam qilib, sizlar bilan oxirgacha elishiman degan. Kompartiyani men bilaman. Yan Shoying bilan uning sabdoshlari hammasi haqiqiy odamning masligini keltirgidek erkishlar. Biroq sizlarchi bir-biridan o'ta nomussiz, qattiqqo'l, rahimsiz, hayvondan o'ta. Sizlar Yan Shoyingni deb menga osiylik qildinglar. O'z e'tiqodinglarga osiylik qildinglar. Hozir sizlar o'lim oldida turibsizlar. Biroq Yan Shoying qayerda? Yan Shoying faqat men bir odam uchun yashagan emas. O o'zining e'tiqodi, bu shaharning omonligi, necha yuz minglagan begunoh odamlarning hayoti uchun, sizlarning zaharli urushinglar uchun kurash qiladi. Men ishonamanki, u cho'qim g'alaba qiladi. Agar men bu tarafini bilamasam, uni hargizmi buncha cho'nqur sevmagan bo'lardim. Shunga seni eskartib qo'yay. Kuchingni zoyi qilma. Bilmadim. Yan Shoying sizlarga o'ziga jalb qiladigan qandoq narsa ichkizib atgandi. Hatto uning uchun o'limdan qo'rqmaydigan bo'lib ketibsizlar. O'lish oldidan pushaymon qilmadinglar. Aslida men sizlarga bir qatimliq fursat beray degan edim. Qarasam, buning hojati yo'q o'xshaydi. Bir jungoliq Yapon alvaslari qoldirib ketgan zaharli qurol bilan xuddi chashqonga o'xshash yer ostiga muginib deb o'z qarindoshlariga osiylik qilib zaharlik nomussiz qo'lni uzatsa, bu odamning menga qandoqmi fursat berishga salohiyati tutsin? Yoki to'g'ri dedingiz. O'lim oldidagi odam yana o'zini ruslab, mundaq so'zlarni ishlatalish oson emas. Men qo'l qo'ydim. To'g'ri. Men Yapon alvaslari qoldirib ketgan zaharli quroldan foydalanmoqchi. Biroq o kompartiyaga taqobil turish uchun. Kompartiya bizning dushmanimiz. Acaba sening viruslaring faqat kompartiyaga taqobil turish uchunmi? Begunoh fuqarolarga ziyon zahmat yetmamdi. Bu gaplaringga o'zingmi ishonmaydigansan? Acaba bu begunoh fuqarolarmi sening dushmaningmi? Kompartiyaga agashgankan, ularmi dushman? Kompartiyami jungoliq? Rost gapni qilay. Agar mening qo'lim shundoqla harakat kelsa, bu kallanglarni ayrilib qolasizlar. O'ylab baxtinglarmi? Zaykash ko'rdiyotgan chig'inglardimi? Bu vatanni suydigan falsafaning nima foydasi? Odam hamon o'ladi. Men xotirjam o'laman. Biroq senchi? Bundaq odam qalbidan chiqqan nomussiz ishni qilib, hayot qolsami, o'xshashli o'lik odamdan hech qanday farqing yo'q. Hey, odam bormi? Ba. Xo'jayin, ularni ep chiqib o'ldiribdilar. Hop. Mana. Tez bo'l, tez. Oyoq kishi.